Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tanjoninglar sog'mi? Salomat bo'linglar ilohim. Mana bugun men sizlarga gerang ko'chatlarimni qanday gullatishga harakat qilayotganimni ko'rsatib o'taman. Bularda mana bunday ko'rsanglar bo'ladi. Mana 3 tadan bargini qo'yib qalamcha qilib turib ekkanman. Hozir mana buni holatlarga ham keldi mana. Ko'rib turibsizlar. Yangi barglar chiqarib, yam-yashil bo'lib o'zini tutib oldi. Endi bularni gullatish uchun qo'shimcha ozuqalar beraman. Geran gullari yorug'likni hamda suvni yaxshi ko'radi. Shuni hisobga olgan holda bularni albatta yorug'roq joyga qo'yib, vaqti-vaqtida bularga suv berib turish zarur. Suvga esa yod moddasidan 1 tomchi yo 2 tomchi 1 litrga qo'shib berilsa, yana ham yaxshi, baquvvat bo'lib yil bo'yi ko'zingizlarda quvnatib turadi. Bu gullar nimaga hozir qalamchilaringiz gullamagan deb so'raydigan bo'lsanglar, bularda ko'chatlarimni qalamchalar qilgan paytimizda katta geran gullarini har bitta shoxini sindirib, unday gullarini olib tashlaganmiz. Keyin 3 donadan mana yangi chiqaryapti. Mana shu 3 ta bargi, faqat mana shu eski barg qoldirib ekkanmiz. Sababi bu unga ortiqcha quvvat sarflamaydi. Agar gullari bo'lsa, gullar uchun juda quvvat ko'p ketadi. Shuni hisobiga ildiz ochishi, kechikishi, qiynalishi mumkin. Hozirgi holatda esa tez barg yozib, mana tez quvvatga kiradi. Geran gullariga tuvak tanlashda o'ziga mos tuvaklar tanlash kerak. Juda ham katta tuvaklarga ekib qo'yishdan foydadan ko'ra zarari kattaroq. O'ziga mos tuvak bo'lsa, tomir otgandan keyin yuqoriga bemalol quvvatni yetkazib bera oladi. Ko'rib turibsizlar, gullarni teglari nam holatda hozir mana sug'orilgan. Endi bularga ozuqani faqat nam holatdagina quyamiz. O'shanda foydasi ko'proq bo'ladi. Uning uchun 1 litr suvga oddiy o'zimiz ishlatadigan yoddan 1 tomchi yoki 2 tomchi quyamiz. Mana yoddan 1 tomchi yo 2 tomchi quyamiz. Bunda shpritsdan foydalanganimiz yaxshiroq. Nimagaki ozroq quyamiz. Ko'payib ketmasligi kerak. Mana bo'ldi. Yana biror tomchi tushib ketsa zarari yo'q. Bu 1 tomchi, 2 tomchi deganimiz sababi ko'p quyib qo'ymanglar. Suv sap-sariq bo'lishini keragi yo'q. Biroz qo'shilsa bo'ldi. Buni qopqog'ini yopib, mana misol uchun aralashtirgan ozgina joy qilsanglar, qovurtirsanglar, mana aralashtirib yuboramiz. Xohlasak bu suvni shunday bo'yicha tegiga quyishimiz mumkin. Har bitta gulga taxminan 3-4 ho'plammi, 1-2 ho'plammi qilib boring. Ana agar tagi nam bo'lsa, juda ham yaxshi quyishimiz mumkin. Xohlasak mana bunday sepadigan, mayin sepadigan idish tayyorlab olishimiz mumkin. Mana shu qopqog'ini o'zidan, mana shu qopqoqni o'zidan to'g'nog'ich orqali, mana to'g'nog'ichlar orqali bularga teshiklar hosil qilamiz. Mana shularni teshib chiqamiz har bittasini. Albatta to'g'nog'ichimizni orqa tomonida ushlaydigan joyli bo'lish kerak. Mana bunday holatda bo'lish kerak. O'zi bilan teshish qiyinroq, shuning uchun to'g'nog'ich haqida
bir narsani ogohlantirib qo'ymoqchiman. Hozirda qizlarimiz ham, ayollarimiz ham ro'mollarini shu to'g'nog'ichlar bilan qadaydi. Bu narsa yaxshi, lekin buni xavfli tomoni og'izga solganda ichkariga ketib qolish ehtimoli juda ham yuqori. Sababi yaqinda meni o'zimni jiyanim 9-sinf o'quvchisi maktabda ro'moli bo'shab ketgan. Tanaffus paytida ro'molini to'g'rilamoqchi bo'lib, to'g'nog'ichni tishida tishlab turgan, ya'ni to'g'nog'ich tomonni yaxshi ham ichkariga qarab tishlagan ekan. Tishlab turgan bo'lgan. Kimdir qizig'roq gap gapirganda beixtiyor kulaman deb to'g'nog'ichni yutib yuborgan. To'g'nog'ich yutilgandan keyin qo'rqib ketgan, o'rtoqlariga ham butun maktab qo'rqib ketgan. O'qituvchilari ham toki to'g'nog'ich yaxshi ham ichakdan to'g'ri peshob orqali chiqib ketgan, yoki orqa peshob orqali chiqib ketgan. Ungacha ma'lum soatlar, 10 soatlardan ortiq vaqt o'tishi juda ham azobli bo'ldi. O'sha paytda maktabda chiqib nimaga qishloq vrachlik punktiga borgan, u yerdagilar ota-onasini chaqirtirgan, ota-onasi kelguncha yarim soat vaqt o'tib ketgan. Undan skoriga olib borilgan. Xususiy mashina bilan tezlik bilan olib borilgan. O'sha tez tibbiy yordam markazida olib kirib buni uzi qilganda rentgen qilgan, rentgenda ko'ringan o'sha ichak tomonga o'tganligi. Bu to'g'nog'ichda o'sha mana shu tomoni mana shunday holatda bo'lgani uchun, mana shu yuqori holatda bo'lgani uchun shundoq ketgan. Agar uch tomoni bilan bo'lganda biror joyga sanchilib qolish ehtimoli bor edi. Alloh saqlagan. Hamda u to'g'nog'ichdan butunlay qutulguncha hammamiz vahimada o'tirganmiz. Yaqinda eshitdim, bir ayolni, kattaroq ayolni, 30 dan oshgan ayolni o'pka tomoniga o'tib ketgan, nafas yo'liga ketib qolgan. Biz ham shundan qo'rqqandik. Alhamdulillah bunday bo'lmadi, Xudoga shukr. Hamda qizimiz ziyonsiz, zahmatsiz shu to'g'nog'ichdan qutuldi. Hozirda bundan mutlaqo foydalanmaydi. Unga dars bo'ldi. O'rtoqlari ham hozir bundan foydalanmaydi. Hatto men maktab ma'muriyatiga aytdim. Qizlarda mayli ro'mol o'rashiga qarshilik qilmanglar-da, lekin mana bu to'g'nog'ichga qarshilik qilinglar. Buni o'rniga boshqacha yo'llar bilan foydalansa bo'ladi. Mana bunday to'g'nog'ichlar avval biz foydalanganmiz. Buni albatta tishimizga tishlab ko'rmagandik. Buni qilib bu to'g'nog'ichda xohlagan joyingizga qo'yib tursangiz bo'ladi. Keyin bu baribir ochilganda mana ochilganda ko'ryapsizlar, juda katta. Bu tomoqdan bunday holat o'tib ketmaydi. To'g'ri, bu modadan qolgan bo'lishi mumkin, lekin hozirgi zamonaviy to'g'nog'ichlardan ko'ra anchagina xavfsiz. Shuni ham aytib o'tmoqchi edim. Shu to'g'nog'ich orqali hozir biz buni ham shundoq tashlab yormadik. Mana qopqog'ini suv sepadigan qilib tayyorladik. Mana ko'rinsa kerak sizlarga ham. Mana ko'rinyaptimi teshikchalari mayin. Biroz mana shunday qilganimda ko'rinyapti. Mana shunday holatga keltirib olsak, gullarimizga bemalol mana bunday qilib suv sepsak bo'ladi. Bularni dush qilganimizda ustidan sepganimizda juda ham qulay bo'ladi. Yana Kemirelux degan mana kimyoviy moddalar to'plami bor. Bu yerda mana oksillar bo'ladi, azot turlari bor, ammiaklar bor, azot ammiak, azot общий yozilgan, fosfor, kaliy, temir moddasi, bor, mis kukuni, marganets yozilgan bu yerda. Juda ko'p mana
ozuqaviy moddalar bor. Ya'ni foydasi bor ekinlarga. Bundan men hatto sabzavotlarga ham yozilgan, lekin men hech qachon sabzavotlarimda foydalanmayman. Buni faqatgina gullarimda foydalanaman. Bilmadim nega, lekin sabzavotlarga mahalliy o'g'itlardan sharbatlar tayyorlab qo'yganim uchun bularga osongina gullarga foydalanaman. Buni bir oyda bir marta yoki 2 marta berib boraman. Quvvatini oshiradi. Bundan keyin mana bahorda bular ochilishni boshlaganda ko'p energiya kerak bo'ladi. Kerakli energiyani ta'minlab beradi gullar uchun ham. Shuning uchun foydali. Faqat bularni ham ishlatayotganimda albatta avval gullarni suv quyib, teklarini namlab olaman, keyin bulardan kerakli miqdorda tayyorlab, mana orqasida yozilgan, bir qoshiq osh qoshiqdaginisi 10 litr suvga qo'shib tayyorlanish haqida, undan keyin qo'llarni yaxshilab sovunlab yuvish haqida yozilgan. Shundan ham foydalansanglar bo'ladi. Mana Kemiralux juda ko'p foydalanaman. Gumi deb yozilgan qora biogomisdan ham foydalanaman. Gerallarimni Xudo xohlasa endi ochilib, chaman bo'lib ochilib turganida bular uchun yana alohida video qilaman. E'tiboringlar uchun rahmat.